Bir kuni bir usta qishloq maydoniga chashma quribdi va uning ustiga musulmonlardan boshqa hammaga halol deb yozib qo'yibdi. So'ng bunga xalq tushunmay g'azablanib, kimdir Bu dinimizni haqoratlayapti va kimdir uni tosh bo'ron qilish kerak deb atrof alg'ov-dalg'ov bo'lib ketibdi. Qisqa vaqt o'tib bu so'zlar mamlakat sultonining qulog'iga yetibdi va uni huzuriga keltirishibdi. Usta sokin bir ovoz bilan: "Sultonim, sizga hammasini tushuntirib beraman. Faqatgina meni 3 istagimni amalga oshirsangiz." Ustaning istaklari birin-ketin amalga oshirila boshlabdi. Birinchi bo'lib Yahudiy din yetakchisini aybsiz yerda ushlab zindonga tashlashibdi va buni eshitgan Yahudiy qavmi tezda yig'ilib, uning o'rniga kaforat o'tab, uni ozod qilishibdi. Va ikkinchi istak cherkov bosh rohibini ham aybsiz ushlab zindonga tashlashibdi. Va buni eshitgan nasroniylar birlashib bosh rohiblarini ozod qilishibdi. Va oxirgi bo'lib uchinchi istak mamlakatning eng taqvodor va suyukli imomini ham juma namozi vaqtida ushlab zindonga tashlashibdi. Va eng qizig'i, jamoat qarshilik ko'rsatmaganligi va sukut saqlashi u yoqda tursin, aksincha imomni g'iybat qila ketishibdi. Bir haftadan keyin haligi usta sultonning yoniga borib shunday debdi: "Sultonim, endi tushungandirsiz, nima uchun u so'zlarni yozganimni. Shu holga kelib qolgan musulmonlarga hatto suv ichish ham haromdir", debdi u ko'zlariga yoshlar to'lib. Ha, do'stlar, xulosa o'zingizdan. Tushungan tushundi.